Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Xirurg Shirinov bo'laman. Bugun bir qiziq holat, nisbatan kam uchraydigan kasallikda operatsiya qildik. Bemorimiz 61 yoshdalar. 20 kundan ortiqroq deyarli 1 oy davomida bemor ovqat yeya olmagan, yegan narsasini qusib tashlagan. Xullas tekshirishlar natijasida qorin bo'shlig'ida kattagina taxminan 15 santimetrga 10 santimetr keladigan hosila aniqlandi. Kistoz hosila deb MRT xulosasini berdi. Endi kistoz hosila nima bo'lishi mumkin? Ko'pincha ixnako'k bo'ladi yoki oshqozon osti bezida kistalar ham bo'lib turadi. Kista degani nima degani? Kista degani ichida suyuqlik bilan to'la bir xuddi to'pga o'xshagan hosila narsa. Bu odam organizmida oshqozon osti bezida uchraydi, ayollarda tuxumdonda uchraydi, jigarda uchrasa ko'pincha ixnako'k bilan bog'liq bo'ladi. Xullas bu kishini operatsiya qildik. Operatsiya paytida oshqozon osti bezida shu narsa paydo bo'lganini aniqladik. Biz uni oshqozonni ochib, oshqozonni orqa devoridan kistani punksiya qilib, taxminan 1,5 litr atrofida xira loyqa suyuqligini olib tashladik hamda oshqozon bilan shu kistani bir-biriga ulab qo'ydik. Ya'ni sisto-gastroanastomoz deyiladi. Sxematik ko'rinishi taxminan mana shu, mana bu kista bo'ladigan bo'lsa, mana bu oshqozon, bu oshqozonning chiqish qismini bosib qo'yish natijasida bemor ovqat yeya olmagan. Salkam 20 kundan ziyod mana bu yer yopilib qolgan. Ovqat bu yerdan o'tib ketish kerak, ketmagan. Biz nima qildik? Buni funksiya qilib bo'shatdik-ku, uni oshqozon bilan ikkalasini bir-biriga ulab qo'ydik. Natijada buni ichidagi suyuqlik yig'ilsa ham oshqozonga tushib, oshqozon bilan chiqib ketaveradi. Ovqat yeyishi albatta tiklanadi. Endi buni kasallikning sababi keladigan bo'lsak, oshqozon osti bezini yallig'lanishi, ya'ni pankreatit degan kasallik bor. Bu juda kuchli og'riqni o'tadigan kasallik. Shu pankreatitni oqibati, pankreatitni asorati bo'lishi mumkin. Xudo xolasa shu bilan bemorimiz yaxshi bo'lib tuzalib ketadilar. Rahmat hammaga.